Ko'pchilik yaxshimisilar? Bu sandagi sinchoq bilan birga dunyoga nazar tashlashinglarni qarshi olamiz. Agar sizga bir xil mablag' silish usuli bor, siz faqat hech nima qilmay mablag' solsangizlar 40% yuqori foyda nisbatiga erisha olasiz. Agar ishonmayman desangiz, avval ozroq mablag' silib ko'rib beqing. 100% foyda ola oladiganligingizga kafolat qilaman desam, undaqda siz ishonamsiz. Agar ko'nglingizda bir xil ezish tuyg'usi paydo bo'layotgan bo'lsa, undaqda ehtiyot qiling. Chunki siz mushkil pangshi aldamchiligining yoshirin ziyonkashlikka uchrag'uvchisi bo'lishingiz mumkin. Ko'pchilik yaxshimisilar? Masalaning eng yaqin do'stinglar sinchoq. Men bugungi bu mazmunda ko'pchilikka aldamchilikning g'oli, shundaqla qonunsiz shoxlitib silishning bovusi bo'lgan pangshi aldamchiligini so'zlab bermoqchiman. Oldingi asrning boshlarida Ponis ismli bir italiyalik Amerikaga berib bir ish qilib o'ziga tushliq bir hokimiyat barpo qilmoqchi bo'lgan. Garchi ayni chaqda uning yanchig'ida aran $2,5 bo'lsa-mu, lekin bu uning kalasidagi $1 million tepish orzusiga ta'sir ko'rsatmagan. Ammo bu Ponis birodar bir qancha yil hablashib boqqan bo'lsa-mu, aslo nom chiqarmagan. Faqat qoch yuyish, yer supurish degandek ushaq ishlarni qilgan bo'lib, kunlari nihoyatda jaboliq o'tgan. Shuning bilan birga o'g'irlik qatorliq qo'li agri ishlarni qilishga boshlagan. Keyin u oshxonada o'g'irlik qilganlik sababidan xo'jayinimi uni ishdan bo'shatib etgan. Ammo bu kichik o'ng'ishsizliklar uning cho'ng ish qilmoqchi bo'lgan qizg'inligini aslo to'sib qolmagan. 1907-yili u yolg'ondan tuzib chiqqan tarjimholi va odamni qaymoqtirish mahoratiga tayinib, Kanadadagi Banko Zarossi degan bankdan nihoyatda o'ng'ishli holda bir xizmat topib olgan. Balkim kishini qaymoqtiradigan mahorat bilan pul muomala kasbi intayin mos kelishi mumkin. Ponisning bu xizmati xeli yaxshi elib berilgan. Shundaqla u mush xizmat kechirmishi orqali kapital yurishtirishning sehriy kuchini his qilgan bo'lib, uning uchun dunyoning darvozasini ochib bergan. U xizmat jarayonida bozordagi bankining o'tircha o'sim nisbatining 3% ekanligini bayqagan. Ammo u turishliq banki o'sim nisbatini 6% ga ko'tarib, nurg'un abotlarning omonat qo'yishini jalb qilgan. Mushu nuqtaga tayinibla bu bankka barliq kasbdoshlarini yiqitib, shu joydagi eng dangliq bankiga aylangan edi. Ammo banki o'zi bir narsa ishlab chiqarmaydi, ham elib setish orqali baho farqini topolmaydi. Bundaq yuqori o'sim nisbati zodi na'dan kelgan? Bu masalani amaliyotda nihoyat oson hal qilib bo'ladi. Bank faqat keyingilarning dasmoyisini o'sim sifatida ilgirki kishilarga beradi. Bu xil sharqning temini buzib, g'arbning temini to'liqlash usuli orqali to'xtamay tilla to'kiladigan daraxtni shakllantiradi. Bu andiza qarmoqqa intayin yaxshidek ko'rinadi. Ammo davomli foyda olish mumkin emas. Bu bozor to'yinib bo'lgandan keyin, ya'ni yangidan kelgan kichik qo'zi bo'lmay qolsa, vaqt kelganda ilgirki bo'shliqning o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydi. Ponisning heliqi aqlliq bank xo'jayini albatta bu qoidani nihoyat obdan tushunadigan bo'lib, u bir kechada kudi ko'plarni yig'ishtirib bo'lgandan keyin nihoyat tezla Meksikaga qochib ketdi. Xo'jayin bilan qiyin singlisi qochib ketdi. Lekin shuning bilan Ponis birodar yana bir qitim xizmatidan ayrilib qoldi. Keyin bu qitimga ishlamchilik kechirmishi uning keyingi hayron qolarliq aldamchilikni ishga oshirish uchun mukammal ilhom bilan ta'minladi. Ishsiz qolgan Ponis birodar yana o'z xarakterini o'zgartirmay durust ish qilib boqmadi. Jinoyat o'tkazish jur'ati barg'ansir zo'rayib, avval savdo aldamchilik qildi. Keyin yana odam savdosi bilan shug'ullandi. Shuning bilan birga yana necha yil turmidimi yotdi. Albatta, uning tövbe qilishi aslo mumkin emas. U umr bo'yi pushaymon qilmaydigandek ko'rinadi. U turmadan chiqqandan keyin yana o'zini tutib olib, qaytadan bosh ko'tarib, ko'kda qanot qiyiqishni kutib turdi. 1919-yilga kelganda Ponis Amerikaning Boston shahriga qaytib keldi. U ajoyib bir aldamchilik usulini o'ylab chiqqan bo'lib, cho'ng bir maydon o'yin o'ynashga tayyorlik bo'lgan edi. Shunda qilib u aldamchilik bilan nom chiqarib, aldamchilik sohasidagi pir ustoz degan nomga erishdi. U oldi bilan bir xil mablag' silish mahsulotini loyihалab chiqdi. Pulni uning mablag' o'rnida sasla 90 kun ichida 40%lik loq foydaga erishgili bo'ladi. Ya'ni siz uningga faqat 100 yuan pul bersangiz, necha oydan keyin dasmoyi qo'shilib 140 yuan topqili bo'ladi. Zodi qandaq mahsulot bilan bundaq ko'p pul topqili bo'ladi? Ponis Birinchi dunyo urushidan keyingi qalayimqanchilik va iqtisodiy sistemasidan foydalanib, tuzum jihatdagi ba'zi yo'chuqlarni tepib chiqqan. Ya'ni Yevropaning ma'lum pochta biletini setib olib, ondan Amerikaga sasili bo'ladi. Siyosiy jihatdagi perevod nisbati o'tirsidagi bu xil tegiga yetkilib bo'lmaydigan sabablar tufaylidan uningdan zo'r bir turkum baho farqiga erishgan bo'ladi. Ish qilib anglamoqqa bekli sirliq tuyuladi, shundaqmi? Amaliyotda qanday siyosat perevod nisbati ekanligi hargizmi muhim nuqta emas. Chunki pul muomala o'ynayotganlar bu narsaning pul topqili bo'lmaydiganligini obdan biladi. Ponisning o'ynaydigani amaliyotda koni xo'jayini o'ynagan heliqi o'yin. Ya'ni sharqning temini buzib, g'arbning temini to'liqlash o'yini. Pochta viskisi degandeklar kelsak, ularning hammasi Ponisning boshqalarni mablag' soldirishdagi bahonasi xolos. Ayni chaqda dal 1919-yili bo'lib, Birinchi dunyo urushi oxirlashib, uzoq o'tmayla dunyoning iqtisodiy kasatlashgan. Shundaqla xalqning hamyonimi ancha ching emas edi. Nurg'un kishilar qad ko'tarish fursatini taqozolik bilan kutib o'tadi. Nadimi pul muomala bilimlari bilan kar bo'lsa, 40% foyda nisbatini anglabla kishilar ahmoqlarcha pullarni mablag' o'rnida selishga boshladi. Ya'ni bir qism nisbatan ehtiyojchan kishilar Ponisning mablag' silish mahsulotidan gumonlangan. Shuning bilan Ponis ko'pchilikka amaliyotini isbotlab bermoqchi bo'lgan. Avval ularni azroq mablag' silishga ilhomlantirib, mablag' sohasida hamon pul topqili bo'ladiganligiga kafolat qilgan.
Natijada bu kishilar sinab ko'rgandan keyin xili ko'p foydaga erishgan. Shuning bilan birdan 10 ga, 10dan 100 ga tarqalib hammasi kelib mablag' selishga boshlagan. Yana bir qism koni o'yinchilar bo'lsa, ponizdan qapqida qandoq to'g'ri setayotganligini tamoman aniq biladi. Lekin ular tushunmaydigan sarallarning yana ko'p ekanligiga qat'iy ishonadi. Shuning bilan birga o'yin qo'yishga moslashib, maydonga baldurroq kirib, ozroq bo'lsa-mu foyda elib olishni umid qiladi. Texmi muhimi hammaning o'ngishli bo'lishi uchun poniz yana bir turkum kasbiy moliya boshqarish usullarini tarbiyalab chiqib, har bir odamning beshiga % ajratib berdi. Shundaqla ularni pul tepish imkoniyatiga ega qilib, g'aldirlashgan holda to'van darajadagi odamlarni akirdi. Bu tövəndəki liniyalar yana bir tövən basqıchdagi liniyalarni yetishtirib chiqirdi. Shuning bilan Amerikaning Şaxlىتىپ setish kollektivi mana mushundaq dunyoga kelgan. Qisqagina bir yilda 40 ming Boston aholisi ponizning pul tepish planiga qatnashgan bo'lib, umumiy so'mmasi 20 million dollarga yetgan. Hozirgi vaqtdagi taxminan 20-30 milliard yuan bo'lishi mumkin. Shuning bilan poniz birodarimi nihoyatda ko'p pul tepib, cho'ng dachlarga ko'chib kirdi. Uning 100 yurishdan ortiq kostyum burulka, oltindan hal berilgan hoslari botdi. Hatto g'angsig'imi olmos o'rnatilgan edi. Ammo hiliqi ahmaq xalq yanilib ponizning do'mbiqiga usul o'ynayotgan bo'lib, o'zining beshiga allaqachon bir baloyi ofatning kelayotganligini bilmaydi. Hatto ponizni Kolombo va Marconi bilan tang nom chiqargan ulug' uch italiylikning biri deb qaraydi. Lekin ko'pchilikka ayon bo'g'iniga o'xshash har qancha go'zal ko'pikchimi hamini etilib ketadigan vaqti bo'ladi. Qisqagina bir yildan ko'proq vaqtda ponizning bu bir yurish pul tepish ko'piki yangidan azobib kirganlarning mablag'i orqali ilgirki odamlarning ziyoda yuqori o'sim nisbatini to'lashga yetmaganlik sababidan shu joyda portlab ketadi. Nadan kishilar ana shu chog'da oila besotini setib solgan mablag'ning oxirida quruq havoga solgan mablag' ekanligini his qilib yetadi. Bu ishdan keyin ponizmi vayron bo'lganligini jakarladi ham qolgan hayotida hech qanday cho'ng ishlarni ta'virtamadi. Oxiri poniz 1949-yili Braziliyada vafot bo'lgan bo'lib, o'lgan vaqtida yonchuqida bir tiyin muqammagan edi. Garchi pangshi aldamchiligining prinsipi nihoyatda oddiy bo'lsa-mu, lekin hozirgacha ta'siri cho'nqur. Hatto biz yashayotgan mushu davrlarda nurg'un mikro savdo aldamchiligi, şaxlىتىپ setish tashkilotlarida ozdir ko'pdir pangshi aldamchiligining ko'langisi mavjud. Ba'zilar balkim o'zini hozir pangshi aldamchiligining prinsipini bilib bo'lgandek his qiladi. Lekin bu xil aldamchilikqa yo'liqqan vaqtda faqat eng oxirgi bir nasbasqur bo'lib qolmaslar, uningdan foyda ilib olg'ili bo'ladi deb qaraydi. Shundaqmi? Qadrli do'stim, sinchaqdan sizga nasihat. Bundaq o'yda hargiz bo'lmang. Hatto tushingizni ko'p. Atrofingizdagilarning hammasi uningga qatnashib borgan sari shuncha ko'p pul tepayotgan chaqda, nihoyat oz sonli kishilar o'zini kontrol qila oladi. Oldinib xonavayron bo'lib ketgan kishilarning ko'pinchisi ko'p hollarda o'zini eng oxirgi bir odam emas deb qaraydi. Balkim insonlarning ochko'zligi bir kun yo'qmasa, pangshi aldamchiligimi izchil mavjud bo'lib turishi mumkin. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz sinchoq salonini qo'shib va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.